Kim o? Men ata. Salma. Qani keling qizim. Yaxshi turibmi ata? Haduqlarmi chiqib qolgandi? Alhamdulillah yaxshi. Xalifa hazratlarining ahvoli qandaqroq qizim? Bugun qizimiz ozroq basaydi alhamdulillah. O'shiga keldimi? Yo'q. Kemmidi. Behushli yotidi. Undaq ketavasi yaxshi emas. 2 kundan yoqqa bir narsani yemagan bo'lsa, suvmi ichmasa, bu yaxshi ahvol emas. Hakim eg'iziga suv temtib qo'ydi. Do'rnimi tezda ishkizotidi. Allah shifolik bergay. Endi mahkamaga boray. Ishimni tugitib qaytaman. Aman bo'lsa ota. Adam jim tursa bo'lmamdi, shatot, ha? Qazi kalan yaşayla. Neymiş oldu ya zarzor? Bu shatot ezirdim. Shatotligini bildim. Qandaq bo'lib bu yerga kelib qoldi deb so'rayapman. 2 kundan beri siz xalifaning sarayida, qizlarning yonida shatot uyda yolg'iz bira ish bo'lib qolmasin deb ekilib oldim. Bu yerga epganmisanmi, uyda yembasang bo'ladi-ku. Shuningmi aqling yetmadimi sening? Undaqda uyga apirib deyma? Hozir emas. Qapasga solib qapazni raq bilan yepib qo'ygan. Boshqalar ko'rib qolmasin yana. Hammaz günahsiz. Bir xotinning da'vosi bor ekan. Shuni so'rab kiray. Jimbol, qalaymiqan qilma, ha? Shatot günahsiz. Qazigan hazratlari qani? Da'vo dastur so'rayotdi begim. Ha, saqlab turay. Muhim ish edi. Men qahva demlab ber. Hozirla begim. Nevchilarni yap qo'yganimga qazigalarni xap bo'lib ketmasa? Miftah, aç göz. Undaq deyishga qandaq betnotsan zarzor, ha? Emas begim. Yolg'on aytma, quliqim bilan angladim. Miftah, aç göz. Gap qilgan kim o? Qazigalan xalifaning kisli bilan bo'lib ketdi. Qo'sh, uyda yolg'iz o'lib ketmasin deb, bu yerga ip kelgan gunoh o'zimda begim. Xalifaning kasal bo'lib qolganini qandaq bilding? Qazigalanning uyga kelmay qizininki turib qolgandan pamladim. Anlab tur zarzor. Xalifaning kasali maxfiyatlik. Xalifa kesal. Davlatning obro'yini qo'g'dash shatot. Anladingmi? Ata, buvamning ahvoli qandaqroq? Ovozingizni past qiling qizim. Buvingizning aramini buzib qo'ymang. Bir narsa yavolsin, uyg'otaydi-chu. Bo'lmaydi. Mengla, sir chiqib o'ynanglar. Bu yerga o'ynayotganmidik. Hozir o'ynaydigan vaqt emas. Buvimizni yo'qligiga kelgan to'q. Undaqda varangchiron qilmay. Oyada jim o'tiringlar. Ey Alloh, buvamning keslik shifolik bersizlar. Buvamga rahmat qilsizlar. Safa, sen mi ko'rdingmi? Ha, ko'zni ichib bizga qaradi. Buva, bu biz. Nima deyishyapsizlar? Ovoz chiqarmanglar demedimmi? Buvam ko'zni ochdi. Ha, uyg'onib bizga qaradi, yana uxlab qoldi. Nima? Rost aytamsizlar? Yolg'on aytmadik. Rost, ko'zni ochdi. Undaqda hozirla chiqib tuyutni kiray. Buvamga shifolikqa taqsa Allohim. Bugün piqir miskinlar yemek içmek taqitib bek yaxshi o'tdi buva. Ular vayron uylar yashaydi ekan. Sovuqdan, oftobdan oldin olmaydi ekan. Shundoq, kiyimlar jul-jul bo'lib ketibdi. Yeng kiyim taqasak bo'g'idek buva. Balalar o'yinchoq taqitib beraylik. Yaxshi. Piqir miskinlarga yaxshilik qilib, ularning holidan davomli xabar olib turishimiz kerak. Shunda qilsak, solih kishilardan
bo'lamiz. Ularning hammasi Xalip buvamga salomatchilik va uzun umr tiladi. Ha, duo qildi. Endi bizga hiliqi g'ordagi 3 kishining hikoyasini aytib bersizlar bova. Bo'ladi. Nega kelgan edik? Hiliq kishi ota-onasi qilgan yaxshilikni eslab Alloh duo qilganda Qur'on tashmidirlab g'ariq azroq ichilib qarg'i yo'ruqliq va havo kirgan. Ha, to'g'ri. G'ordagi 3 kishi oxiri sap havodan nafaslanibdi. Ahir sap havadan nefesini aldık. Allah şükür. Nimetten mahrum bo'lganimizda ondan qadar yetdi ekanmiz. Sap öleyle dedim. Hiç kaysanglarda birer yutum su mu yok mu? Yo'q. Hammen ichib bo'ldik. Ammo Rabih tut bo'lish mumkin. Bir yutum mu yok? Xorma mı tügüde? Emni qanday qilg'uluq? Qaranglar, sirtda yomg'ir yig'ib o'tibdi. Yağmurunu görüp texim usap ketdim. Eğer taşdan yerqidan qo'lim chiqara olgan bo'lsam, bir uchum suv yig'ib qong'udak ichib olatdim da. Kelinglar, toshni midirtib boqaylik-chi. Ağırlığına. Midirlimaydı. Bayan midirligan qu. O vakitte duanın tesirdi midirligan. Sen bu yaxshi amallaringni aytib boqqana qani. Undaqda biringlar yaxshi amallaringlarni aytib duo qilinglar. Qutulib qolsak ajab emas. Beshimdan bir ish o'tgan. Ammo deyolmayman. Qo'sqimiz içip usap. Üleyde olsak tızrak digine. Qani başla. Umidimiz senda qoldi. Bo'pti, desam-da. Ammo qutulgan vaqtimizda bu sirimni hech kimga oshkorlamaslikka menga va'da beringlar. Yoshligimda intayin qovul, boy va kelishgan bir yigit edim. Nurg'un qizlar menga havas bilan qaraydi. Ammo men ularning ichidan faqat tog'amning qizi Zubaydani yaxshi ko'ratdim. Kechikib qolmayman Zubayda. Aman bo'lsizlar ota. Zubayda. Men tog'ingizning o'g'li Ziyod. Shiknechim. Kechirsizlar, otam sirq chiqib ketgan. Uyda hech kim yo'q. Texi yaxshi emasmi? Men sizni izlab kelgan. Qaytib kelsizlar, izzatlarini saqlasizlar. Nima qiling deysiz Zubayda? O'tingizda kuyib, kul bo'lay dedim. Sizlar meni nima ko'ryaptilar? Nima demoqchisizlar? Shikni yana ochmisangiz, majburiy kiraman juma. Agar shunday qilsa, butun mahallangizda toza vaqirayman. Nazaringiz bek ustinkan Zubayda. Shundaqdimi? Sizni hargiz bo'sh qo'yib aytmayman. Yana sukut qilsangiz bo'lmaydi. Tog'ingizning o'g'li bek hadidan eshibdi. Nima qilalaydim? U tuqqunmiz bo'lsa, rasvo qilsam yarashmaydi. Amsi uning qilganlari kuni o'zingizga malomat qilib o'ting. Unda qilmayman. Men degan erkin azochon bo'lgan qiz. Uning qiliqlari ko'tarmayman. Undaqda Ziyodning qilgan ishlarini otangizga ayting. Atam yashinib qoldi. Kesalchan uning aytsam ig'ir keldi. Bichora Zubayda, qadringiz bilmaydigan birisini yoqtirib qolibsiz emasmi? Ha, yaxshi yerdan elchi kelgan tursa, nimishqa qo'shilmaysiz Zubayda? U bek achchiq yomon, tanmi birisi. Ammo ular qo'l ilkida bor kishilar edi. Mal dunyo degan bugun bar ayt yo'q ota. Uning qash qaba qarab o'tiraman men. O'g'o, shu qizim. Ammo ko'zimni yumishdan burun ko'nglim aromiga tushsa bo'ladi. Allah ömrünün uzun qilg'ay ota. Ma'quldan qizim. Kesilim ig'irlashib ketyapti. Dorilarmi foyda qilmas bo'lib ketdi. Patiqinda mahallimizga intayin usti bir tiyib kelmoqchikan. Sizni shuni ko'stay. Tiyibni qo'ying qizim. Siz gapimni anglab ma'qullik bildirib eting. İnşallah ma'm ko'ngildek birisi chiqqan. Qachon chiqadi qizim? Peshonam kutilgan birisi bordi. Kunlarning birida cho'qib chiqdi. Nim bo'ldi Ziyod?
Dert elemler tügmeyotidu homam. Nima dard alamlar u? Ishlaring yurishib, kundan kunga beyib ketayotsang. Ticaret hemmini haqlanmaydı dostum. Heli qiz kallanga kirib o'xshamamda. Bir minutni unutalmayapman. O'zingni qiynama. Atrofingda nurg'un qizlar parvoni tursa, sen yana shu qizning gapini qilyapsan. Atamның kesliği eğrilişip ketdi. Şəhərdəki bir tibib 120 tılaq davalayman deydi. Buncha ko'p pulni nereden tapaman? Rastalla üstü bolsa davalatqının tüzükmükin Zübeyde. Az pul olmasa ya. Tağanın oğlu Ziyad'dan qarı sorsan buluduğu. Ziyad, o dadamның kesellikini bilip durup mu yoxlap qoymadı? Soğuda işler bile aldıraştı belkim. Nədir onun oyun tamaşa bilen aldıraşlığını kim bilmeydi o? Nimi buluştan qat'i nazar, o diyen en yakın tuqqunun muşundaq vaqtda esqatıdı cumu? Şundaq qılay. Başqa çarem mi yok? Ruxsat mı? Zübeyde, bu ikisi kep qapsız go. 120 tılağa ciddi ihtiyaclıq bolup qaldım. Sorğunыңызны berme. Amma bunun ornunu qandaq doldurasiz? Nima? Nima xalaysız? Sizni xalayman Zübeyde. Ah xuda, qandaq qilaman? Mana qarışlıq qilmaydigan bo'ldi. Poptu. Xalığınız qılaq. Tılaqini. Mana atilla. Elan Zübeyde. Yığlab otamsiz? Nim boldunuz? Günlərdən birdə aldığınız muhtaç bu gelip bunçilik xorlamam deb oylamaptım mən. Hem iş yol bilen bolğan bolsa, nem degen yaxşı bolat deyə. Aildən sorab, nava içi toy qilib, əmriniz alğan bolsanız, Allahdan qorqun ziyad. La havla ve la kuvvete illa billah. Meni keçirin Zübeyde. Boldu ketin. Toxtan Zübeyde. Bu neyden? Dadamdan kesil için. Boldu Zübeyde, sözlümem. Bunu elip dadınızdan kesilin davalıtan. Meni keçirin Zübeyde. Aman bulun. Ey Allah, mening bu işim senin rızalığını közlep kılgan bolsam, bizge rahim kılıp kençlik ata kılgan. Vah, ahir içildi. Elhamdülillah. بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. U bek o'tkazadimku bu. Ammo jiddiy paytda oq ko'ngilligi oshkorlandi. Va, o adam nimish Zübeyde bilan ölmeydi? Ha, onu bilmedim qizim. Balki o vaqtda bergan tillarning o'rniga to'y qilish taklifini qilishga g'ururi yo'l qo'ymaganda haqiqatan. Bu qisning maqsadi inson shahvatining keyniga kirmay iffatlik yoshi lozim deganlik bo'lsa kerak. Shunda qizim,
Bu kişi bizge yana barliq iş hareketini, dunyolik manfaatini ko'zlamay Alloh taolo uchun xolis qilish kerakligini o'rgatadi. Orada 3 kishining ahvoli qandoq bo'lgandi? Davomini inshaalloh at so'zlab beray bolalarim. Bo'lamdi. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah köngüllerni kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Hem utanmaz hem acayip Kur'an'da Bar hakkında isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kurru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarga iman kanattır Pervaz ki